بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، استمرارا في هذه السلسلة. طبعا بقول بالكتاب واسمي منمو الإمبراطورية التبتية في آسيا الوسطى. وابو مؤرخ كوب كتب مؤرخ مشهور مؤرخ أتى كريستوفر بيكويث. وابو منطقة أوراسيا تقال منطقة مزة تمام. تبتلerde davri va roli. Tamam, biz Tibetlar Sinlardan xorij, ya'ni Sinlar arada, Tibetlar arada va mana shularning tavosuli nimasini sharhi va zikri biz turklarda tarixini o'rtaga chiqaradi. Ko'p muhim kitob, ya'ni labud min qira'atu asosiy, chunki tariximizni bilish uchun, tamommi? Taban kitobga masalan qarni thamin al-miladi, tamommi? Tibet holini atadi. Tamommi? Tibet shu hozir ki Sin ihtilol qilgan, au Sin hukumatdagi Tibet. Shuni nimasini ashdan boshlaydi. Keyin Tariq al-Hariri qissasini atadi va Tibetdan nima tahakkumlar, Tibetdagi insonlar mana shu tijorat tahakkum qilishini, ya'ni va arab va Sinlarda ular bilan tafovudini, nimalarini, ya'ni munoqashatlarini mashta nima qiladi, ya'ni zikr qiladi. Taban Tibet va musulmonlar orasindagi, tamommi? Ya'ni qarni thamin deganimizga 700 miladiya, ya'ni ya'ni islomda bidoyatiga, fajr al-islomda vaqtiga. Atadiki masalan, ya'ni Tibetlar va muslim Umayyilar, davlat Umayyi اللي هو الثمانينات nima bo'lgan, keyin Abbosiylar kelgan. Umayyilar va Abbosiylarni tavosuli fi bilad mavara an-nahr, bizni nimamizga, ana yurtlarimizga Tibetlar bilan nimalari, tavosullari au hurublari juda ko'p chiroyli shaklga ana shu vaqtda, ana shu fatrani tarixini bizga yozadi va tadbir qiladi va tarix qiladi bu kishi. طبعا معركة تالاس degan معركة bor 751 miladiya, tamommi? Tibetlar arablar bilan musulmonlar bilan ضد Siniyin tahaluf qilishgan, tamommi? Va harbga yutishgan masalan shuni ham zikr qilib o'tadi. Va hatto ba'zi Tibet podshalari o'zlarini Hakan deb, ya'ni xon deb nima qilishini ba'zilari zikr qiladi. Keyin ya'ni aytadiki Osiyo al-Wustoga, bizni davlatlarimizga, bizni ana yurtlarimizga ana shu vaqtga, ya'ni 700ga, tamommi, qarni thamin miladiya bir Sinlar bor edi, Sulalat Tank, bir Xilofa Abbosiya bor edi va bir bu Tibetlilar bor edi. Bular bu uch taraf, bu uch nima? Mana shu tarixlarga ko'ring, ya'ni ko'p eski tarix, اللي هو القرن الثامن اللي هو 700 ميلادية، تمام؟ يعني في فجر الإسلام. طبعا أمويلر بعد الخلافة الراشدة ممكن كيجن 80 كيجن عباسي لك هذا أنا شو وقتكي نملارده شو شكل قاعد كتب أوتاد بكتب عشان شو مهم كوب أساسي بقش مسجون. طبعا كيجن ويقول لارده نمقلاده أوتقاف كده ويقول لار بز أولاد عمامس كارلوك ماشي Özbekler ve Uygurlar bir kabileden geldi, اللي هو Karluk. O Karluk'um Faris şuca قوي طاغن سعيد مملكة كتغانجا قارئ كان شو استهم مس قرب كتغانجا كان، تمام؟ شنو يعني فارس جبار، يعني قوي. onu kuruşup qarları üstüge nima bo'lib qarlik tishgan ekan. Mana shuni masgan Uyg'urlar va O'zbeklar keladi. Shuni sulalasigan. Almuhim, taban buni ham izofa qiladi kitobiga Beckwith. Taban ya'ni masodir arabiyani ko'p ishlatadi bu kishi va masodir siniyani ham ko'p ishlatadi. Va nima uchun inhiyar bo'ldi va siroat nima bo'ldi va tarix nima bo'ldi, nima qilib, ya'ni i'adat qira'a li tarix Asiya al-Wusta bu kishi kitobi. Ko'p chiroyli kitob, ko'p shirin kitob. وطريق الحريري وتفاعلاتك مبكر بين الإسلام وحضارات شرق آسيا، تمام؟ مهم. مش نقطة كوبمز تركيز قامسمس نمو اللي هو التفاعلات المبكرة في فجر الإسلام بين إيش الدولة العباسية
وبين إيش حضارات شرق آسيا. شنو بكتبكم أقيمس، وأراكم في فيديوهات أخرى قادمة، والسلام عليكم.